o'z vaqtida kelishadi, mashinada kelib o'z vaqtida olib ketishadi. Ishlaridan ko'nglimiz to'q, juda yaxshi. Xodimlari ham hammalariga bilib vaqtida kelib, haftada 2 marta kelishadi, dushanba juma kunlar kelishadi. Transport juda ham yaxshi ishlayapti hozirgi vaqtlarda. O'z vaqtida har doim tozalab olib ketishadi. Biroz kamchilik ko'rganim yo'q. Maxsus transport ishlashi juda ham yaxshi. Chunki endi shuncha xalq yashagandan keyin chiqqan chiqindilarni o'zimiz joylashtirib, obod qilib, nima qilish, chiroyli qilish. Hamma joy ozoda, chiroyli qilib qo'yishadi. Avvalgiga qaraganda hozir ancha ish faoliyati yaxshilashgan. Avval kelish kerak bo'lgan kunda kechiktirib kelish holatlari bo'lgan bo'lsa, hozir hammasi o'z vaqtida belgilanganida o'z vaqtida kelib tozalab ketishyapti va hozirda bilishim bo'yicha yengilliklar kiritilibdi. Ya'ni ularni qat'iy yurganligi, vakatsiyasi va chaqirish xizmati ulanibdi. Shu bo'yicha fikrlarim ijobiy. Yunusobodda Shahriston mahallasida turaman. Bugungi kunda istiqomat qilaman. Oxirgi 2 yil o'sha maxsus transport xizmatidan foydalanamiz. Mahallamizda chiqindilarni yig'ib olib ketishadi. Oxirgi 2 yilda aytsam bo'ladiki, umuman olganda qoniqarli va umuman yaxshi faoliyati. Chunki ozoda mahallamiz axlat chiqindilarni vaqtida olib ketishadi. Atrofda chiqindi turganini ko'rmayman yoki yomon badbo'y hid kelmaydi.